o't qopidagi toshni og'riqsiz tushirish bor, yo'li bor. Mana Farhod akadan ham hozir so'raymiz. Farhod aka to'g'rimi yo'qmi hozir aytayotganlar? Aytganim yo'q. Xullas, bir 5-6 dona qizil lavlagini olasiz. Qizil lavlagini yuvib tozalab qaynating uni. Xohlang to'g'rang, xohlang to'g'ramang. Bir ko'proq suvga solib qaynating. Bir 4-5 litr suvga soling, rosa qaynating. Kamayib qolsin suvi. Sirupga o'xshab qolsin. Tasavvur qildingizmi? Ana o'shani 50 gram, 100 gramini 3 mahal iching, ichiga olib och qoringa. Qoningiz ham ko'payadi. Lekin o't qopi sekin-sekin, lekin 3 oy 4 oy qilishingiz kerak. 3 oy 4 oy qilishingiz kerak o'sha narsani. Sekin-sekin yemirkida ishoning. Vo, zo'r bo'ladi. Tushundingizmi? Keyin go'sht yemay turishingiz kerak, yog'lik, shunday narsalar. Imkon bo'lsa oq non yemay turishingiz kerak. To'g'rimi Farhod aka? To'g'ri aka. Ko'rdingizmi? Mana stomatologingiz ham to'g'ri dedi.